4. bölüm. 3 günden beri simsim yağmur yağıvatıdı. Qaralay xuddi erigen mumdak ayaqqa yepişidi. Budxanның keynideki kaptallarda qamğaqdek ırğanlap yürgen tuxumcan bulutlar yerden kötürülüşü bilanla öz tuxumini ünçidek su dançılarını çaçıdı. Bu dançılar destelgen yopurmaqlar üstüde bir-biriga qoşulup avval suyi liyanğu kölçeklerge, ondan kölçeklerden teşip çıkıp sağış külürən eriqçılarga aylındı. Eriqçılar bir-biriga qoşulup g'ol-g'ollardan şaqırıp eqivatqan selga aylındı. 3 günlük yağmur g'ollarını şaqırtıp chiqivatqan sada bilan Genca yaylıqını yügensiz eqi bilan pürkep tashladı. Demek, hazır bosuğudan çıqsangla su keçsen, senin üçün köngüllük joy aşu girimsen Budxanның illiq bulungy. Sen o yerde yan başlap yetivilip keş kırgıça kitap okuysan, oylaysan, yazsan. Mening kunlarim mana mushundaq o'tmoqda. Hozir men Budxanda yolg'iz o'ltirman. Buningdan 3 kun burun, ya'ni mushu yomg'irning 1-kuni Laoyang Shahi noyisiga avatildi. U kuni kutilmagan bir vaqa bo'ldi. Laoyang ikkimiz qotazlarga o'tin ortib tog' eg'izidan chiqqanda kun o'z qinidan bir og'amcha bo'yi egizlikda sog'ish bulutlar ichida pillab turardi. Bizning qo'sqimiz osh, oyog'imiz maqtursiz edi. Men qotaz lingirchiqida planlab turgan uzun so'g'ini yeyishib oldim-da, Laoyangga qarab, "Avu is chiqayotgan yerga kigiz uyi ko'rindi" deb sol tarafdagi ko'kish tumanliq tog' orasini ko'rsatdim. "Qetqi bormikan, berib baqmaymizmi?" Laoyang sangiltib ketib qolgan beshini cho'chib ko'tardi-da, tasda kulimsirab, ishib ketgan ko'zini o'yladi. "Uy bormikan?" "Ha, tinshanga, qiz bola naqshi yetyotidi. Berib baqaylamisa." Cho'llikdan burunlari kerilib, ko'zning oq paxtasi o'rlab ketgan qotazlarning orqalarini chatqallarga bog'lab qo'ydik. So'g'ini kaltakka o'tkazib, ikkimiz mo'rimizga ilib oldik-da, ho'shumash tuproqlardagi yondashib, sarg'ush o'skilan o'tlarni dastab, iz chiqqan tarafga qarab mangdik. 20 minutdan keyin ikkimiz kigiz uy, uning atrofida chochlari salvorab ketgan ayollar, o'z beshiga moslashmagan tulka, bo'ra terilardan tikilgan quloqchilarni ko'ziga cho'kirib kiyib olgan bolalar ko'rindi. Men toshning ustiga chiqib, "Aru, chi yogi magi" deb vaqirib edim, bir ayol qo'lidagi ko'sayni planglatib. "Janih, it bormi? Hanzolar" deb vaqirib edi. Shu zaman 4 it biz tarafga qarab yugurdi. Itlarning kaynidan vaqirishib, bolalar, ayollar yugurishdi. Men Laoyangning qo'lidan tortib, tashqi chiqarg'uvchilar 2 it uning putidan tishlab tuvanga tortdi. Men qo'limdagi kaltak bilan yugurib tushdim. Angacha uy egalari kelib, itlarni haydavatdi. Lekin Laoyangning yonbishidan qon oqmoqda edi. Ayollar qo'rqib vaqirishadi. Mazangda, yomon bo'ldi. Membazaki-san, doktor chaqirayli. Dachi yeji, qandaq qilamiz? Rin, maman chilishih. Bol, dori akalgin. Laoyang kulib turadi. Men bu gaplar ichidan ancha-muncha bildiganlarimni tarjima qilib berdim. Kigiz besib Laoyangning putidagi qonni to'xtatdik. Ular Laoyangni otga mindirdi. So'g'imizni qetiqqa to'ldirdi. Ondan ular qotazlarimizni haydab, bizni yotqimizga aklib qo'yishdi. Lekin qo'g'dash bo'limining kadri bilan Changchang bu ishni boshqacha tushunib qopti. Shunga berib, heliqi ishlarni etib qaytib keldim. Zangzular yomg'irda kelib, Budxanni qo'rishib oldi. Lekin harbiylar bu ishga aralashib, ularni qaytarib. Ertasi Laoyang Shixaga doktorxonaga avatildi. Qo'g'dash bo'limining kadri mana bugun harbiylarning mashinasi bilan qaytib keldi. Shunda qilib men yotoqda yolg'iz qoldim. Laoyangning kitoblari mening uchun yangilik va qiziqarli bo'lib tuyuldi. Mana men uning falsafa tarixiga doir kitoblarini o'qib, uningdan kerakli bilimlarni xotiramga ko'chiryapman. Putlarim kuyishdi, beshim qaydi. Lekin kitobdan zotla bosh ko'targim kelmayotdi. Xuddi Laoyang kelib qolsa, kitobni tortib oldigandek oldirayman. Tez ko'chirishga tirishmoqdaman.
Xanzucha xatlarni suvashtirib yezib, tezroq oxirlashtirishga oldiryapman. Әкелген Ловян kitoblarimni әкеліп беріңлар дегенде, dedi qo'g'dash kaderi tuyuqsizla. Men uning qachon kirganligini, qachondan beri beshimda qarab turganini tuymabdiman. Cho'chib uningga burildim-da, Lовян qandaqroq deb so'radim. Әкелген deb so'g'uqliq bilan kitobga qo'lni uzatdi u qapqini turib. Az qoldi ko'chirib olay. Bütün bir mashina sening ko'chirib bo'lishingni kutib turamdi. 2 minutga yo'q әкелген. U qo'pollik qilib bilan kitobni tortib edi. Mening xotiram patqoqliq yerga uchib tushdi. Men g'alladab titrab o'rnimdan turdim. Navoda u 2 qachat urgan bo'lsa, bunchalik xafa bo'lmagan bo'lardim. Xotiram yurak qinim singan halol emgakimning isbotiga mening vijdonim uni xo'rlashga yo'l qo'yatdimi? Titrab turgan qo'llarim bilan xotirni qo'limga oldim. Xuddi orzuliq bolamni biri ko'zimchila urgandek qimmatlik ayolimga biri hayosizlik bilan ko'zimchila ko'z tashlagandek yuragim haqorat va xo'rinish bilan azoblandi-da, butun g'azabim xuddi qo'limga to'plangandek mushtlashim ching tugildi. Qo'limni birla shiltsam puxandan chiqaman, lekin burni qanagan muthamdan qanday qutula olmayman? Tishlarim kasildidi. Qo'pollikning uchun musht ortiqlik qildi, lekin atay qilgan bo'lsam 10 mushtmi sanga ozlik qiladi, dedim men har bir gapni uzib-uzib. Nima yana bir degina? Hayvon uchun bir qitim degan bilan 1000 qitim deganing farqi yo'q. Iflos, aksiyatchi, ko'rsan texi, turmaga kirsan, kallangga o'q yeysan. Turma bilan o'q sana burunroq kelarmikin? Nima demakchi? Sotsialistik tuzum g'ullaydi demakchimisan? Sana o'xshash yovuzlar g'ullaydi. To'la gap qilmay yo'qol ko'zimdan. Men uning ko'ziga tikildim. Uning ko'kirib ketgan labları titirmoqda. Yashang'irib turadigan ko'zlari chekchaymoqda. Yodongu chiroyi tamdek tatirib, o'lik odamning chiroyidek ko'rinmoqda edi. Ko'rsan, dedi u begiz qo'lni peshoniga tanglab. Lовяңni itqa talatqanmi? Zangzolarni bizga qarshi quturatqanmisan? Әділ qo'lingga ko'yza salg'uzmasam, odam emasman. U piqirgan beti chiqib ketdi. Meni titrak bosdi. Uning qo'ldan har qanday yomonlik keldi-ku. Meni yoshirin o'ltirib etib, boshqalarga do'ngab qo'yishim mumkin-ku. Uning qo'ldan nima yomonlik qechib qutula olsin? Bundaq odamlar nada tarbiya elishadigandu? Ularning qiyniga yovuzlik nadan qo'yildigandi? Kim biladi? U mushundaq ko'zni yumib olib yolg'on so'zlab, himoyaga, e'tiborga ega bo'lib olib, bizdeklarning shillisiga chiqib olamdi texi. Men oqshimi g'uvashamning yo'riqida texim surlik ko'rinayotgan yo'g'on butxonda yolg'iz yetib, vahima ichida qo'g'dash qadiri to'g'risida uzoq o'yladim. O'ylagan sari meni surbasti. Men buni Genca yayaqida yo'qlang betnam arzimas ish bilan o'lib ketishni yoki xo'rliq tortishni hargiz qilmayman. Men qanchalik jabo tarsammi, mayli bu yerdan qochaman. Shiyohi noyisiga bir kundilg'u boralarman. Eng yaxshisi tog' orlab qochay. U mening izimga tushib olmasin. Ishini mahkam etib qo'ygan edim. Zotla uyqum kelmadi. Sirtda o'g'ilgan bo'ram birda panjarani tarqaltidi, birda nimalarnidir tomlarga urdi. Go'yo tabiatning menga hayva qilayotgandek, sen endi qutula olmaysan. O'likin genji yayliqida qolgan, sen quzg'unning yemlikida erib keraksiz narsaga aylansan. Yurtdagi shavqulluq daryo, puraqliq bog'lar, salkin shamollar, etizlar, qo'g'inliqlar, daraxtlar orasidagi mirzigul puruqiga purkelgan uylarni endi ko'rolmaysan. Seni talishib tortishib mehmonga chaqirgan yurtdoshlaring seni pat arada unutuydi. Güzel Amerika'nın bir yil ko'z yoshi qurmay yig'laydi-da, ondan keyin taqdirga tan berib ikkinchi biriga butun muhabbatini taqdim qiladi. Qisqasi sen qiyninga yoya, orzu singan bir dövi jonliq tuproqsan. Sening chang to'zonga aylanadigan joying mushu genja yayliqi deb so'zlayotgandek bilindi. Miskinlik, xo'rliq ichimdan etilib chiqib, ko'z yoshimga aylandi. Manga yig'yamashdi. Lekin men yo'q yig'lash, nomardlik, men omad, baxt kutyapman-ku. Atiganlikka quyosh chiqqanda yayloqning ustidagi vahima tugaydi. Shu-shuji majurlar keldi. Men ularni nemishqa xo'shallik va ishonch bilan kutib olmayman.
deb o'yladim-da, kelgusida bo'libmi mushu yaqin kunlarda bo'lgan xo'shallik va baxtning ilhomi bilan qaytadan ruhlandim. Istiqbol meni onamdek pəpildi. Mening ko'zimga uyqu yamashdi. Ala, aç eshikni, dedi Changchang sirtda turib. Men eshikni ochib bergandan keyin u kulib kirib keldi-da, eshikni qaytadan yopib qo'yib, yumuq ko'zlar bilan menga qarab dedi. Sana tamoq etib beradigan Xuyzuni qo'g'dash kadri ko'chiribdi. Endi o'zing tamoq etib yegin. Lekin ala, yilqi qo'g'dash kadri yomon odam ekan. U seni bog'lataman, turmaga soldirib etaman deb tipirlab yuriydi. Men bugun uni otliq ishkiri taqqa ovga apirman. Sen yaxshi odam ekansan. Men endi bildim. Yük taqangni menga ishinib tashlaganda Shiyaxiga qarab piyodaman. Noilik madaniyat idorasida bir zangzu yigit bor. Onunğa xat yazdım. Men bu xatni shuningga ber. U seni lanjoga yo'lga selib qo'ydi. Atdiganligi zamba yedim. Topuğa kömüp pişirgan yangyudun bir neçe tane somkamga saldım-da yo'lga chiqdim. Bir neçe gün sımıldap yaqan oq yağmur qari chilan tuproqliq yo'llarni ichig'ini xiymatek bo'shitib o'tgan. Yengla mangan mashina chaqining o'rni xiymer ustiga tushgan qangroq izidek tilimchi bo'lib qolgan. Faqat yo'lning ikki qasnig'idagi chaqqoq, amin va yulg'un yontaqliqlar orasida yo'l tepib minishga bo'ladi. Ba'zida ozg'onlar orasidan o'tishga bo'lmaganda tizg'icha patqoq kechib yo'l bilan minishga to'g'ri keladi. Men bugun o'zimning qanchalik holsirab ketganimni bildim. Bir soat mangmayla peshonamdan sovuq ter chiqdi. Putlarim titrashga boshladi. Üstü-başimni oyab o'ltirishning hojati qolmadi. Ikki qitimliq yiqilishdan keyin yomg'irliq chopinim qora patqoqqa milinib, yig'iyotgan simsim yomg'irda evib, kulga milangan xom teriga o'xshab qoldi. Maylashib ketgan shapkamni puklab yonchiqqa soldim. Pushqiqimni tezdan yuqori turib oldim. Uzun qunchiq rezinka oyog'imni quruq kiyib optikanman, putimni g'ajashqa boshladi. Yeldan yiliga beshimdagi kirni evitib ko'zimga, jovg'aylarimga eqitayotgan yomg'irni kir yog'liq bilan surtib qo'yman. Yalang chopinimning yon-yonchiqidagi ikki kitobni somkamdagi xotiram bilan qalamimni ilojini boricha asrayman. Ulardan namdan, patqoqdan saqlashga tirishman. 2 soat oldirab mangdim. Oldimda kulrang tamliq jangzi ko'rindi. Itdan qo'rqib quram tashning ustiga chiqib qarab baqdim. Dumbisiga eski palas ortilgan ikki mo'zay beshini bulunga tiqib dugdarib turishibdim. Qanchalik mangdimkin deb kaynimga qaradim. Butxona girmsan tutak ichida cho'qchib burunqidan egizlab qolganda ko'rindi. Demak 2 soatdan texi bir g'o'ldan chiqib bo'lolmabdiman. Oldimda texi bunda g'o'ldan 10 nechisi bor edi. Mushundaq oldirab qatirab mangsam 25-30 soatda Oran tog' orasidan tuzlanga chiqalaydi ekanman. Bu nemancha uzun yo'l. Yana 2 soat mangandan keyin o'ng tarafimdagi tog' tarafdan zangsu naqsanglandi. Qarib yotgan yo'l endi to'pilikka qarab ko'tarilmoqda. Men har bir qadamimni qiynalib, ko'sh bilan yo'tkab to'pilikka qarab mangmoqdaman. Shu chaqda qo'zg'im ochdi. Men cho'plikda zo'ngzib o'ltirib, yong'u axladim. Zangsu naqsi yaqinlashmoqda. Mana endi 2 odam naqsh etayotdi. Birdamdan keyin quloqlarini tik qilib olgan 2 yumloq it paydo bo'ldi. Itlar har bir chatqalning orasini purab qasab kelmoqda edi. Men cho'chib 2 qo'limga 2 kallak chim elib oldim. Itlar menga qarab qo'yib o'tib ketishdi. Orqadanlar shodliq miltiqlarini qo'sh boshliq egriga to'g'ri qo'yishgan tulki quloqcha molxayga o'xshashroq. Ko'rang zig'va zangzucha uzun chopan kiygan 2 otliq chiqib kelishdi. Ular ovozning boricha vaqirishib naqsh etadi. Men bu yayloqning g'amsiz xo'jaylarining naqsiga zo'qlandim va ularning diqqatini tortish uchun Lilang, Noshagi, Liva, yaxshi aytdinglar, naqshchi deb vaqirdim. Ular naqsni to'xtatib, menga qarashdi-da, darhol men tarafga otlarni devitdi. Pakar otlar tuyoqlari bilan purpang yerda iz qoldirib menga yiqilib kelganda, ular menga miltiqlarini sharaqlatib tanglashdi. Avval qo'rqdim, ondan o'zimni tutib, ularga qarab kuldim va bildigan so'zlarimni ishlatdim. Gungi yangni. Nereden kelyapsizlar? Lekin ulardan biri menga xanzucha duduqlab so'zladi.
Ataman, soatingni akal. Men cho'chidim. 2 miltiqning to'shiklariga vahima bilan qaradim va qo'l soatimni uzatdim. Shu chaqda ularning biri qaqaqlab kulvatdi-da, "Cho'g'aga joji" dedi. "Shiyaxiga boraman." "Larniga joji." Ha ha ha. Ular otlarida ikki yoqqa ig'anglatib qattiq kulishdi. Men birda xanzucha, birda zangzucha so'zlab, ulardan mushu chig'ir yo'l bilan Shiyaxiga berishga bo'lmasligini so'radim va ularning tushuniksiz gaplari orasidagi Larnigi Shiyaxining zangzucha aytilishi so'zidan ularning shu topda Shiyaxidan kelayotganini bildim. Ular meni haraq ichishga taklif qildi. Men ularga rahmat aytdim. Ularning birda osmonni, birda yerni, yana birda shimol tarafdagi g'o'l ishchini ko'rsatib so'zlashlaridan havo yomon, yer patqoq, avu g'o'l ichida bizning uyimiz bor, qo'nib ketgin. Davatqinni uqdimda qancha soatda Shiyaxiga borg'ili bo'lganligini so'radim. Ular 4 barmoqni ko'rsatishdi. Men ularga rahmat aytib, o'ng qo'lga ular kelgan g'o'lga qarab yurib ketdim. Yo'l tuvallab boradi. Kichkina to'plikdan oshgandan keyin yo'l texmi tuvalladi. Bu tashliq chig'ir yo'lda sirg'ib suv oqatdi. Xuddi biri kaynimdan ishtirayotgandek pastga qarab qatirab ketib borman. Lekin nega ketib borganimni bilmayman. Yarim soatdan keyin buk chatqanliq g'o'lga tushdim. G'o'l tarafdan sharqqa so'zilgan har ikkala tarafga chig'ir yo'l bilan mangan otliqlarning izlari tushgan. Mening yo'limning qarshisidagi janubiy taraf chek qirg'oq bütün qaptal qo'yiq chatqanliq edi. Men qayoqqa minishimni bilmay turib qoldim. Kaynimga qaytay desam, chig'ir yo'l bilan boya qatirab tushgan to'pilikka endi chiqishga ko'zim yetmadi. Chatqal to'da o'ltirib rezinka oyog'imni kirib olgan loy shexillarni tozaladim. Putlarimning yig'ir bo'lib ketgan yerga lungamni ikki qilib tangdim. Vijildab ichayotgan qo'rsiqimni chalib chiqqan yong'u bilan qo'lladim. Lekin putlarim jonsiz. Bütün so'ng'ikim bag'an siri ig'irlashmoqda. Qo'lqim g'ung'ildab, beshim qaymoqda. Uning ustiga gadinimdan eqib kirgan yomg'irdan ho'l bo'lgan yirik kiyimlarim go'shtsiz badanimni echishtirmoqda edi. Yarim soatdan keyin tavakkul qilib, yana sharqqa ketgan chig'ir yo'l bilan mangdim. Atrof surlik, tik qiyalardan surlik ovozlar keladi. Chatqallar ichidan hilni-hilg'a qora quyruq to'shqan tulkilar chiqib urkib qochadi. Nadadir sel suyu shaqiraydi. Yiroqdan qo'tas buqisining oznig'iga anglanadi. Yana nalardandir soy-soylarni sharildatib, qarsilgan, pang-pung qilgan miltiq ovozlari keladi. Birdila tik cho'qqilardan atrofni zilzilaga selib, toshlar g'ulab tushidi. Qarong'i tushmoqda, meni vahima bosmoqda. Yo'l yana ikki kichik yo'llarga ayrildi. Men endi qayoqqa ketib borganimni bilolmay atrofga qarashdan qo'rqman. Zangzularning uylarida bo'ra, iyiq terilarini ko'p ko'rganman. Demak, bu chatqallar orasida yirtqichlarning bor ekanligida shubha yo'q. Tun o'zining qora etikini tabiat ustiga yoymoqda. Bu etakning daldisida men o'zimni yirtqichlardan burun va o'tkir ko'zlaridan yoshirib olmayman. Men bu etikning ostida birer osh bo'rga yem bo'lib ketyapman. Birda yiqilib, birda qatirab, hatto ba'zida o'milib ketyapman. Ammo nega ketayotganimni bilmayman. Mening bu notanish tog'lar orasiga tushgan izlarimni kelgusida kim qadrlaydi? Mening bu qadam izlarim kelgusi uchun, istiqbol uchun olg'a intilganimning isboti ekanligini kim o'ylab yozsin? Xiyol, boyliq, xiyol, kitob degan anglagan. Bugun men xiyol yana sana hamroh va qo'ralgan degan tushunchaga keldim. 9-10 soatdan beri men xiyolimda nimalarni qilmadim? Nurg'un xiyim xatarlik yerlardan xiyol bilan band bo'lganim uchun botirlik bilan o'tib ketdim. Beijing, Dalian, poyansiz dengiz bo'yidagi esil mehmonxona, oppoq dasturxon ustidagi esil yemekliklar, go'zal ayning naqsi, kulkisi, yana-chu kelgusida bo'lgan ishlar, ilmiy maqollalarim, ilmiy unvon, tabriklashlar, doklad berishlarim, menga bo'lgan oliy e'tibor, yezib chiqqan kitoblarim, qayerlikda ega bo'lgan hurmat, chet ellarga sayohat, yana oli nimalar,
ish qilib, xiyolga hamma narsa keladi. Мұшындақ сүрлік сәпәр үстіде güzellik ve yaxşılıq toğrısıda xiyal qilish bir aqlliq odamning ishi ekan. Biroq vahima xiyollarımni birdilla to'zdivatdi. Yaqinla yerning bo'rining vulg'ani anglandi. Ana qorong'ulik ichida o't ko'rindi. U pildirlab turgan chinchiroqqa o'xshaydi. O'tlar texim ko'paydi. Bu chuqum chilbörlar. O'zim o'lsammi, armonlarim o'lmasa bo'ladi. Mening nemini armon qilib Genjadan qochganligimni insonlar bilsa bo'ladi. Xotiramga yozay. Navoda o'lib ketsam, mening halol niyat bilan o'lganligimni ko'pchilik bilib qolsin. Men toshqa o'ltirdimda xotiramning o'tirisini ichib, o'tirisiga texi xat yozilmaganligini bilaman. Oldirab buning gaplarni xanzucha va uyg'urcha qilib yozdim. Men G'arbiy Shimol Millatlar instituti til adabiyot fakultetining lektori. Endi 25 ga kirdim. Shu fakultetning jo'rini raqibning suiqasdi bilan noholda jazolanyapman. Genja yayliqida ishlash ko'ngillik edi, lekin raqibning qo'li bu yerga yetdi. Men menga kelayotgan xavfdan panohlanish uchun qochdim. Maqsadim jonajon partiyamizga buni adolatsizlik ustidan shikoyat qilish, partiyadan madad va yordam tilash. Men halol niyat bilan adabiyot tadqiqoti va ijodiyat bilan bir umr shug'ullanishga o'zimni hozirlayotgan bir yosh. Demak, men partiyaning sodiq o'g'li. Men bu aqidamni bildirish uchun yo'lga chiqdim. Baxtsizlik mening nomimni qorlamasin, vaqtsiz ajal ulug' ishimni oqsatmasin. Mening qo'l yozmalarim to'g'risida danjovshi biladi. Qisqa umrimda yurak qinimni sarf qilib qoldirgan bir tomchi suvchilik qimmatga ega bo'lgan emgak mevam ilm-fan g'aznisiga qo'shilsin. 1961 yili 24 sentabr Genja. O'tlar yaqinlashdi. Men mag'dursiz putlarim bilan qaptaldagi daraxtga yamashdim. Beshim pirida qaydida ko'zim qorong'ulashdi, vaqirdim. Ko'zimni ochsam butxonda yetibdiman. Beshimda Lovyang bilan majurin turibdi. Men kulib ketdim. Men tush ko'rdimmi? Dedim majurining qo'lini tutib. Ular kulishdi va mening bu yerga qanday kelib qolganligimni aytib berdi. Men beshim tavrab menga beribdiman-da, oxiri Genjadan Shiyaxiga boradigan cho'ng yo'lning bo'yiga chiqib qoptiman. Men ko'rgan heliqi o'tlar mashinalarning chiroqlari ekan. Majurlar Shiyaxadan Lovyangni elib mashina bilan shu orliqqa kelganda mashinasi patqoqib ketib qopdi. Harbiylarning mashinasi uni chiqarishayotgan ekan. Shu orliqda ularning quloqiga birining qattiq vaqirgan ovoz anglabdi. Ular taq qaptiliga yugurishib kelib, qo'l chiroqlari bilan yo'rtib qarasa, men qarg'ay tuvda puklanib, ustivishim patqoq, tamdak tatirib behush yotqudakman. Ular meni Genjaga elib kelibdi. Kelayotqicha harbiy ot maydonida ular menga o'qol soldiribdi. Doktor mag'dursizlik qon ozlik sababidan yuragi ojizlab ketgan, o'ngishilib qoldi debdi. Degandeklar kechacha uxlab atganligi butunlay esimga kelibdiman. 3-4 kun dam ol, ondan keyin seni maktabga qaytaramiz, dedi majurin menga tasalli berib. Bo'lgan ishning hammasini uqdim. Shavshin degan heliqi qo'g'dash kadrni bugun Shiyaxiga yo'lga selvatdik. Mana bu xat xalta sana. Güzelayning o'tganki xaltasini yeb tugatmayla boshqalarga berib etgan edim. Buni xaltanimi echishdan burun xatini o'qidim. Qo'llarim mag'dursizlikdanmi yoki xatning kuchidanmi ish qilib titirmoqda. Ko'zlarim hayajon yoshlaridanmi yoki oqshomgi behushlikning ta'siridanmi ish qilib tumonlashmoqda. Men xatni o'qidim. A'la, sizni ham seg'indim. Hem sizden xapaman. Nemishqa bizmi boshqalardek yenik ve o'ng'ay usul bilan xo'shal, baxtlik yaşayolmaymiz? Sizga odam tushunmaydigan koni kitoblar bilan chet el tillarini shuncha bag'ringizni yiqib, o'rganish nemaga zarur bo'lib qoldi? Nom shuhrat qo'g'lashganlarni yomon ko'rsiz-ku. O'zingiz shuhrat uchun jiningizni selib bersiz. Men bu qitim Urumchida, G'uljida yosh do'stlarimning uylariga bordim. Ular ajab baxtlik, ajab xo'shal xuram ekan. Ikkisi xizmatdan keldikanda choyga yoki kino, tansiga chiroyli yasinib, qo'ltiqlashib borar ekan. Kech qaytib kelib bir-biriga qarashib, o'ltirishib, choy ichishar ekan. Ular kelgusida bo'lgan tadqiqot, ijodiyat, doklad,
Unvan üstədə emas, oynagan tansisi, öy jabduq, kiyim-kechak, bo'lg'usi bolalarning ism chiroylari, әтә qildigan ishlari, oila planlari, o'tib ketsa idorasiga yoki shaharda bo'lgan yangiliklar to'g'risida paranglashadi ekan. Ularning yo g'imi, yo talash tortishlari yo'q ekan. Bir-biriga yo'l qo'ydi ekan, birining qilaman deganiga yana biri qarshi chiqmaydi ekan. Tamaqi, uyi, o'yin tamasi, hammalar nimasi bir-biriga yoqadi ekan, joyida ekan. G'ulchi shahri o'yin tamashining koni ekan. Kunduzi to'g'ri ko'rik, 3 darvoza, Van Qadirning beg'i, hatto tashlabki, bo'yin kesiklarda top-top qiz-yigitlar yurishir ekan. Ular chiroyli kiyinishgan, xo'shal-xo'ram, adab-axloqliq, narsa kerak, boya shodliq. Kashda Ishoqbek klubining orqasidagi yozliq maydonda tansi bo'lib turadi ekan. Uning yeniga yozliq oshxonada qimiz, pivo, kavob, samslar bilan har qayerdan kelgan mehmonlar ko'ngil ichishadi ekan. Royalga tankash qilingan garmon yoki gitar bilan garmishga ajoyib lirikalik sho'x muzikalarni yangrtib turadi ekan. Do'stim bilan asli raqibkam deb yezib ekan. Uni o'chirib etib, men sinchilab yurib buni o'qib oldim. Ikkimiz har kuni tansiga kelib turdik. U yerdagilarning ajoyib kulkilari, naqshlari, hatto maydonda paydo bo'lgan attir Adukulun purqi, muzika, kayib bo'lgan yigitlarning qiyqas cho'qonlari meni shunchalik o'ziga tortib oldiki, zodla ketkim kelmay qoldi. Amalning yo'qidan bo'ynimdan bog'lab, so'ragandeklar bu yoqqa mangdim. Xat tugmidi, vujudim bir xil noma'lum kuchning xo'rlishi, besishi bilan so'z holda titradi. Shundoq bo'lsa-mu, xatni oxirigacha o'qib chiqishga sabr topolmadim. Ha rost, Roziya bilan bir joyda tanishib qoldik. Chiroyli ekan, lekin nemishqidir chiroyi so'lg'in, sizni ajoyib ujur-bujurlab so'rab ketdi. Siz burun xushxuy, o'yinchi yigit ekansiz. Maktabda Yoshlar ittifoqi komitetining shujasi bo'lib ekansiz-ku. Endi nemishqi bo'vay mijoz bo'lib oldingiz. Sizning ustingizdan Roziyaga shikoyat qildim. Kashkichga kitobdan bosh ko'tarmaydi. Mening xohishimga qaramay shaxsiyatchilik qiladi dedim. Bu deganim rostku. Roziya bizni uyiga chaqirdi. Roziyaning yo'ldoshi 35 dan oshgan odam bo'lgani bilan xushxuy, mehmondo'st, chiroyli ekan. Menga yoqmagan bir yeri kashkicha Roziyadan ko'zni uzmaydi ekan. Nima bo'lmasin, ularning turmushi biznikidan ko'ngillikkan bo'libmi, kashqirollari o'maq bolalarining tatliq gapi, ko'ngillik yosidaq uyidagi radiodan keladigan muzika ularni zeriktirmaydi ekan. Roziyaning yo'ldoshi Bekram aka bizning raqibkamni taniydi ekan. Shu kuni raqibkamni chaqirib degan, kashda meni uyga olib qo'ydi. Bu qurlarni o'qiganda badanim muzladi. Raqibkamning hadisi, akasining bolalari bir cho'ng qo'rodi ekan. Ularning uylari ajoyib katta ekan. Ularning uyida tam tarbi butun aynaklik 4-5 va shoda bo'g'uvchilarga Jing Marvoyit, haqiq yoqutlar bekitilgan 2 kishilik sim karvatni ko'rib, ko'zimni uzolmay qoldim. Biz qachonmi shundoq jabduqlarga ega bo'la olamizkin tang? Do'stlaringizning hammasi sizni so'radi. Heliqi Osmon Budurchash Urumchiga yo'tkilib keldim. Tova heliqi qo'y ko'zlik garmonga naqsh etadigan Zulxumar degan qiz bilan to'y qilib olibdi. Uyga opadi. Cho'g'da qip-qizil 2 ig'iz uy, mo'l dasturxon, ko'ngillik turmush. Tovu deyman, ular mashinada birga kelib etib, yo'ldala tepishib qolganlar. Eg'izning uchidala muhabbatlashib qo'yishib, shunchalik inoq baxtlik er-xotin bo'lib ketibdi. Biz bir-birimizga kuyib pishib, jafo tortishib yurib, oram murodimizga yetganlar bo'lsak, 2 oy bir uyda yashash bilan iqimiz kelishmagili turdi. Iqimiz kelishmagili turdi degan fikr hozirgacha mening xiyolimga kirib baxmagan edi. Mana bugun birinchi qitim Güzelayning xatidan o'qib turibdiman. Bu gapni o'qib, xatni yotqanning ustiga qo'ydim. Iqimiz kelishmayotgandi yoki biri aramizga so'g'chilik selyapti. Mana bu savolga javob bergandimi, aniq javob berish lozim edi. Javob berishga uzoq vaqt ketmadi. Dalian Bangchuy Davuda bo'lgan bir suhbatni eslashla yetarli bo'ldi. Biz dengizga berib cho'milmoqchi bo'lib, lift bilan oldirib, birinchi qavatga tushdik. Odamlar ko'p bo'lgan birinchi qavatning dam olish o'rniga kelganda, Güzellay qo'limni qo'yibdi. Siz minib turing,
Мен ашханадagi kutkichi qizga bir gap aytib qo'yay, dedi u chaqmoqliq siliq semut ustida takkaslab yugurib ketib. Men sirtqi mengishimga pastki saboda o'ldirgan bir yashangan odam Xanzu tilida nashr qilingan Hindistonning tepilishi degan kitobni o'qib o'tibdim. Men nadan olganini so'rab edim, u beshini ko'tarmay qo'li bilan aynak peshtaxtalarning kaynidagi uyni sharat qildi. Men shu yoqqa yugurdim. Kitaplarni ko'rib tavus suyiga chaplashgan haridek chaplashdim. Güzel aynımı dengizimi unutibdiman. Tamoqqa qo'ng'iroq chelingan o'xshaydi. Kitob sotquchi talonni sharat qilib, "Tamoq ishini etaman" dedi. Men shu chaqlar dengiz tarafga qarab yugurdim. Yo'lda Güzelay uchirdi. U gaz yog'liqini yerga so'ritib tutib olgan xafa holda kelyotdi. "Nega ketdingiz?" dedi u qapqin so'zib. "Muni yo'lda dengiz bo'yiga 4 qatim yugurib keldim. Suvga cho'kib ketgan o'xshaydi" deb sarang bo'lg'ili tasli qoldim. Kashqurun qo'yiq o'rmonliqda tik o'sgan zaytun tuvida uning qapqi ichildi. U mening mangzimni silab turib, "Doim shunday kitobni ko'rganda meni unutib qolamsiz?" deb so'radi. "Bu aybni tuzmakdas. Mayli, tuzmang. Tuzashning hojati yo'q. Ishingizni yaxshi ko'ring. Men sizga daxl qilmayman. Bir kun gap qilmay kitob o'qisangizmi, zerikmayman." Biz bir-birimizning mijoz va havasimizga qattiq hurmat qilishga va'da berishgan edik. Demek iqimiz kelishmagili turdi degan so'z ortiqcha. To'g'risi u oramizga biri so'g'uqchilik selyapti. Men bu so'g'uqchilikqa rozi bo'lyapman degan bo'lsa bo'ladi. Bu xulosa mening uchun qo'rqinchli kelgusidan derak beradi. Men yoki Güzelaydan qo'l uzib tunji muhabbat fojiasidan yosh yuragimga yara paydo qilishim yoki kitob ilm deganlarni qayirib qo'yib, butun vujudimni shaxsiy oilamning baxti uchun kurash qilishga beg'ishlashim lozim edi. Bularning har ikkisila mening uchun azoblik. Azob va mag'dursizlik bilan kunlarni o'tkazdim. Mojurin qo'y so'yib berdi. Har kuni sut, sho'rpa, go'sht bilan oziqlanaman. Mojurin hozir bu maydonning vaqtliq changjig'i, maktabni qo'shimcha go'sht yog' bilan ta'minlash uchun qurilgan maxsus orqa saf guruhining a'zosi edi. Bu guruhning mas'uli bo'lsa shu ekan. Bu huquqni qo'rqmay o'ngchilarga tutqizdi deb chaqchaq qildi. Mojurin oqargan siliq chochlarini silab qo'yib, "Xeshuji endi ishxona saqlashga mas'ul. Bumu bir jangovar vazifa. Soat 9'da kirib, sapada kelib o'ltirib, 2 soat gazeta o'qish, rasmlik jurnal ko'rish, tushdan keyin doktorxonaga berib ishlagan, jigar kesili bo'lganlardan hol so'ragan bo'lib, bir vaqt yaxshi tomoq yeb qaytish, kashqurun chiroyli yasinib, ta'tiyini agashtirib, kino yoki tansiq berish. Qiyin. Bu albatta cho'llarda qum bo'ronlar ichida dum yetib, dum qopib ko'pchilikni go'sht bilan ta'minlash uchun to'yga yetlab yurishgan, yovvoyi hayvonlarni ovlayman deb eg'ir kiyimlar bilan kuniga 8-9 soat piyoda yo'l mengishga qaraganda nurg'un jafoliq. Nemishqa desak, go'sht degan modda, kino ko'rish bo'lsa ma'naviy narsa, ovchilik degan iqtisod, idora saqlash bo'lsa siyosat. Ha. Men Mojurinning xeshuji ustidan bunchalik masxirlik gaplarni qilganiga hayron qoldim. Sababi u odam osonlikcha bunday gaplarni qilmaydi. "Hayron qilyapsan", dedi Mojurin ko'zimga qarab qo'yib. "Endi biz qad ko'tirmiz. Gansu o'lkalik parkomining birinchi shujisi qo'lida. Partiya markaziy komiteti Gansuni tuzashga tadbir qo'llanayotdi. G'arbiy Shimol Millatlar institutidimi xeshujiga o'xshashlar amdi g'ullaydi. U hayajonlangan va ruhlangan edi. U bir kuni menga pichirladi. Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Sung Qinglanglar Lanjuga kelib ketdi. Partiya markaziy komiteti hammani bildi. Amdi naqshangni aytib bergin. Oktyabrning oxiri Ganja yayliqiga tunji qor yog'di. Yeşil mahmaldek qirlar ola-chipar rangga kirdi. Hava süzük kuni etiganligi qarasang qizil hal bilan nurlangan oppoq cho'qqilar hozirla uchishga tamshalgan oppoq g'ozlarning beshida ko'rinadi. Cho'qqilar ostidagi qaramto'l qaptallar ashu g'ozlarning qanotlaridek yeyilib turadi. Tabiat yangicha tus olgan. Shuning bilan mening naqsham yana boshlandi. Mojurinning g'amxo'rligi bilan kerakli kitoblarim keltirildi. Bulunga ketsak,
bilan kitob tizadigan taxtavishi yasab oldim. Maktabdan әкелген üstel o'rindiqdanmi berildi. Men endi bakmashning tartidan issigan butxonda o'tirib kitob o'qiyman, yozaman, ishlayman. Bugun Lanjindan bir qism kadrlar emgak qilishga keldi. Ular til adabiyot fakultetining meni chaqirib yozgan xatini olg'ish kepti. Xatda ayolingiz qaytib kelishingizni qattiq talab qilganligi, uning ustiga kafedrada ish chiqib qolganligi uchun sizning qaytib kelishingizni loyiq topdik deb yozilgan ekan. Majurun xatni ko'rib, "Atla qayt, qolgan gaplarni keyin qilishayli" dedi. Men qaytishga unamadim. Majurun mening ko'rsatgan sabablarimni anglab, meni qaytishga majburlamadi. Chunki mening Lanjuga berib xotirjam bo'lolmaydiganligimni u yaxshi biladi.